Assalomu alaykum. Qani ahvolinglar? Yaxshimi? Obdan turyapsizlar? Arada yana ba'zi ishlar bo'ldi. Shuning bilan kitob o'qishimiz naq maydon to'xtab qoldi. Hozir davom qilamiz. Kitobningki 4 bet qolib qoldi. 4 bob oxirgi vaqtlarga keldik. Qum bosgan shahar romani 30-bob. Baxtingni izlaysan. Cho'l yigit yo'lda bir qo'nib, ikkinchi kuni tushga yaqin bir shaharning darvozasidan kirib keldi. Kasıplar, alarmen satarmanlarning cho'qqanlari bilan qizib turgan bozor maydonidan o'tib, izlab so'rab zagalar ko'chisini tepib keldi. Bu yerdagi do'konlarning derizlariga har xil qimmatli ko'zlar qo'yilgan halqalar, uzuklar, oltin qadoq, zir bilazuklar tizitilgan edi. Kichkina o'choq oldida yukinib o'tirgan ustalar qo'lidagi inchkina ichi bilan yog'och ko'mirni puflab cho'g'landirib, oltinlarni eritishyapti. Qip-qizil cho'g' ostida hosil bo'lgan ko'kuch, yolqin, oltin selingan bo'tam ichida oltin rang suv bo'lib yaltiraydi. Qaysi bir do'konlarda bo'lsa, shogird bolalar qalbdan chiqqan oltin asboblarni egaklab, terilarga surkab pardozlashadi. Ipak burkanchilarni otib, qildan tug'ilgan chumpardilarni tortgan xonimlar u yoq bu yoqqa yo'rg'ilishib, tonish do'konlarining eshik oldida g'oyib bo'lishadi. Qaysi bir do'konlarning ichida bo'lsa chumpardilarini bilinar-bilinmas qayirib, oppoq barmoqlari bilan oltin asboblarni chimdab tutib ko'rayotgan puldor satanglar ko'zga tushadi. Zagalar bo'lsa, bu sohibjamollarning oldida xushomat qo'yliq bilan egilib, mollarini maqtab pul qilishadi. Cho'l yigit ko'chaning oyoq tarafidagi bir xoli do'konning oldiga kelib, eshikdan tushdi. Eshakni eshik oldiga qoldirib, salom bilan do'konga kirib keldi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, dedi oppoq soqolli qari usta o'choqning qip-qizil cho'g'i va parqaroq oltin kumushlariga qarab, xiralashib ketgan ko'zlari bilan cho'l yigitga qarab. Ustining turqidan o'z kasbiga pishiq zagarlardan ekanligi bilinib turadi. Xo'sh o'g'lim, bir narsa lozimmi yoki sotilgan oltin jabduqing bormi? Men Namrat adamman. Bir soatimda shu bir talla tilla bor. Yaxshiroq bahoda pul to'lab elib qolasan. Cho'l yigit qo'ynidan tillani ilib, ustining oldidagi kichik bolqa, ambur va nozik tarozilar turgan shiraning ustiga qo'ydi. Usta qo'llarini surtib tillani qo'lga ilib, uyoq-buyoq o'rib qaradi. Ondan taroziga silib tortib keldi. Tortib ko'rdi. Tilla uning mo'ljardagidan eg'ayroq chiqdi. Usta tillani olqini og'dirib, yana uzoq salmoqlab ko'rdi, cho'l yigitning boshdan oyog'iga qaradi. Uning oldida usti beshi qalin chang bosgan oddiy bir yigit turadi. Nemishqa o'rtursan? Qani o'ltir, dedi usta va injiqlab o'rnidan turib. Cho'l yigitning ostiga bir parcha yog'och terini tashildi. Yog'oq terini tashildi. Menga ishansang, shu ishimgacha zagarlik qiptiman. Bu xildagi tillarni uchratmagan ekanman. Qara uning sob va paqiraqliqini. Bu qaysi zamonda kimlar qo'ygan tillar bo'g'iydi? To'g'ri, sen bilmaysan. Men bilmayman. Kesib aytamanki, bu quyilgandan biri xazindan chiqib boqmagan tillardek qiladi. Sen nemish uningdan faqat bir tilla kelding. Bu tillar saqlangan yerda yana tag'irlab oltin bo'lishi mumkin-ku. Cho'l yigit ustining gaplarini un chiqmay angladi. Qayri usta uningga nima deykin deb chekchib qarab turadi. Rostimni aytsam, dedi cho'l yigit. Seni ajablantirayotgan savollar meni hayron qoldirdi. Men bu tillarni tepib olgan. Tepib olgan? Qanday qilib? Nereden tepib olding? Uni kim tushirib qo'yibdi ekan? Sana nima deb tushundirsam bo'ladi usta, dedi cho'l yigit. Mening ismim cho'l yigit bo'ladi. G'alit ism ekan, deb xo'dingshidi usta. Men cho'lda tug'ilgan, cho'lda cho'ng bo'lgan. Chiroyingdan bilinib turdi. Ana o derizangdan ko'rinib turgan qop-qora siyliq narsani ko'rdingmi? U mening eshigimning tumshug'i. Bu eshak mening safarimdagi hamroyim. Onun bilan cho'l yo'llarini kezib mаңaman. O'zimning nima ishqa mengayotganligimni, nega borganligimni bilmayman. Oldingi kuni kun toza qizarib turgan mezgilda eshkim bilan qumliqdagi bir to'g'roqliq ichida to'xtab aram oldim. Yetib ko'zim uyquga ketibdi. Bir chaqda uyg'onib o'rnimdan turib qarasam, dal men yotgan yerda bir yog'och cho'chak turdi. Cho'chakning ichida mana shu bir tal tilla yaltirab yetibdi. Uni yaratgan egamning man qilgan hadisi deb bildim-da, elib qo'ynimga soldim. Mana shu tilla bugun sening olqiningda turibdi. Bu tilla to'g'risida o'zimning bilganlarim shunchalik. Yiliq cho'chakni-chu. Cho'chakni nima ish qo'shib olmading? Deb varqirabdi usta. Agar birasi sen patnusda deya sunsa, sen patnusni qo'shib elib qo'yningga solamding, deb hayron bo'ldi cho'l yigit. Lekin u patnus emas cho'chakda. Aytqana, sen ko'rgan u cho'chak qondarangda, qanchalik cho'nglikda?
Voy cho'ng dada, dedi cho'l yigit. Oltinni ko'rganda hammamizning ko'z to'lishib qoldiganini bilasan-ku. Men cho'chak ichidagi tillarni ko'ribdiman. Cho'chakning qandaylig'iga hisobni sanmabdiman. Hey, bir kaltupamlik qipsan-da, deb ich-ichidan tartib afsuslandi usta. Kim biladi, balkim o tillar tug'digan ajoyib bir cho'chak bo'g'iydi. Tillar tug'digan? Elishib qoldingmi? Usta, cho'chakmi tillar tug'amdi? Echilang dasturxonim to'g'risidagi rivoyatlarni anglaganmisan? Dunyoda shundoq dasturxonlar bo'lgan. U xohlagan vaqtingda ichilib oldingni noz-ne'matlar bilan to'ldirib o'tadi. Sen u cho'chakni cho'lda bir to'g'roqning ostida uchratdim dedingmi? Cho'l deganda to'g'roq degan jiq nima u? Sen shu cho'chak uchrashgan yer biror belgi selib qo'ymadingmi? Shu yerdagi bir to'g'roqning g'oliga pichqim bilan bir chambar sizib qo'ydim. Happalli, bu ishga kelganda aqlingni bir ishlatibsan. Xo'sh, endi sen bu bir tillarni nima qilay deysan? Halqa, uzuk yoki bo'lmasa. Dedim-ku cho'ng dada. Menga hech qanday sunnat buyumining lozimi yo'q. Uyimda uning hojatlik ayol kishimi yo'q. Menga halol bahoda pul bersan kifoya. Bo'pti, men bu tillaringga obdan bahoda pul to'lay. Sen qaytib berib, eliq sirliq cho'chakni yana izdigin. Uchrab qolsa cho'chakni qo'shib elib qo'yningga sol. Qasam qilamanki, boyliq ko'milib ketsin. Tapqan tillarlaringni hech kim ko'rsatmay, udul mening oldimga kel. Seni obdan rozi qilaman. Sen ajoyib chiroyli bog'larni, peshayvonlik ayvonlarni setib olib, sargardonlik turmushingni oxirlashtirsan. O'ylanmagan dedingmi? Puling bo'lsa, albatta o'ylansan. Musulmonlarga 4 xotin elish haq. Sen bosh og'rig'idan qo'rqsang bo'pti 3 ni. Yoki 2 ni ol. Xohlasang men seni tunishtiribmi qo'yman. Mushu ko'chadagi do'konlarga kelib ketib turadigan nurg'un xonimlar bor. Chiroyini ko'rib aqlingdan ozasan. Lekin cho'l yigit aqldan ezishni xohlamaydi. U zaga ustam sungan pullarni elib qo'yniga soldi-da, o'rnidan turib mangdi. Qari ustam uni eshik oldigacha uzatib chiqdi. Shundoq qil o'g'lim deb so'zini davomlashtirdi usta. Cho'chakni hech kim ko'rsatmay yoshirilib qo'ysangmi mayli. Ammo tillarlarni bo'lsa mening oldimga kel. Sen oq yo'l tilayman. Xotirjam bo'l cho'ng dada, dedi cho'l yigit eshkiga minib yo'lga tushib. Heyli qisirliq cho'chakka uchrab qolg'idek bo'lsa, men uni elib olaman. Tillarlarni faqat sanga kelib ko'rsaman. Cho'l yigitning qarisi odamlar orasida g'oyib bo'ldi. Cho'l yigit eshkini devitib, odamlar bilan to'lgan bozorga kirib keldi. Bu yerda odamlar bir-birini ittirishadi. Bir-biri bilan baho narx talashadi. Ular men bilan satarmanni kelishtirmoqchi bo'lgan dallollar barakalloh deb varqirab, kimlarningdir qo'llariga paqqada urishadi. Daschilik, chapan ko'nglik, yel yemish, bug'doy qo'noq. Bu bozorda savdo bo'lmaydigan narsa kam edi. Bu qiyiqqas cho'qqan ichida ig'ir guruldab turgan bozorga kirish bilanla cho'l yigit heliqi oltin tug'digan cho'chak to'g'risida gaplarni tamoman unutib qoldi. Uningga qerizaga aytgandek ayvon saroyningmi, boshini og'ritadigan bir necha xotinningmi lozimi yo'q edi. U umr bo'yi mol dunyo, oltin kumush yig'ib, shu boyliqning sodiq kuzatchisidek yemay ichmay saqlab o'tib ketishni xohlamaydi. Shu topda uning yanchug'ida taqdir yetkazgan bir muncha pullar turibdi. Endi o'zining va eshkining qo'rsiqini obdan bir to'yg'izsa, ondan bu tinchiq va o'shiqchi shovqinliq qiston shahar bilan xo'shlashib, yangi safarni boshlasa bo'ldi. Ochiq dalada qinib nafas og'ili bo'ladi. U yerda ziroatlar yelpinib turadi. Qirg'oqlari yeshil o'tlar bilan qoplangan eriqlarda shildirlab oqadi. Yiroq to'g'roqliqlardan ko'k ovoz olindi. Yana yiroqlardan bo'lsa, u yaxshi ko'radigan cho'lning issiq shamoli keladi. Cho'l yigit bozor yenidagi danglarning biriga kelib eshikini bog'ildi. Eshikning qo'rsiqini yaxshi to'yg'izib, uning holidan xabar elishni dangjaga topshirdi. Ondan usti beshidagi cho'nglarni obdan qayqib, o'zini obdan tuzashtirib, bozorning oshpuzillar joylashgan tarafiga qarab mangdi. Bu yerda tavanglardagi go'shgirda, samsala, gul chekib pishirgan shirman nonlar ko'zni qamashtiradi. Qo'rimi qo'riyotgan oshpaz ustamlar sopliqni qozon girvikiga urib, nag'ma qilayotgandek ritmliq taranglatdi. Oshxona xo'jayinlari bas-basda vaqirishib mehmon chaqiradi. Cho'l yigitning qo'risiga g'o'ldirlab, bu nag'maga tankash qiqiltudi. U qasqonlaridan puqrab bo'ri chiqayotgan mantipazxonlarning biriga burildi. Bu yerning 5 mantisini bir odamning yeb bo'lmog'i bir gap edi. Cho'l yigitning qo'risiga bo'lsa 10-15 mantin talab qilib nag'irchanmoqda edi. Cho'l yigit bir nonga 10 mant buyurtib, xaridorlarning orasiga kirib qisilib o'ltirdi. Yumshoq non ustiga qo'yilgan nefis jilitliq mantining ustiga qarmuch sepib, jiltisini tetib yeyishga boshladi. U engishib turib mantini har bir tishlaganda, mantining sho'rpisi non ustiga eqib tushadi. U oxirida qiyma go'shiga nonni yo'gab yeb, qaynab choy ichib, oralli o'rnidan turdi. "Iltifotingga shukri", dedi cho'l yigit belbog'ining uchiga tarlarini eritib, mantixondan chiqib.
Bugun men bu şäherniň bazarlaryny qanğıç aýlanyp, daňdy qunup, ät ýolga çyksam bolady. Teх ýeňi horjun setip, horjunyň iki gözüni malga dolduradigan işmi bar? Şunda qilay. Bugun biçara eşkim optarak däm elebatsyn. Çöl yigit bazarlarny arlap, bir östagnyň boýundan çykyp galdy. Yağaç kövrük yendiki qerip beqillary kawaklaşyp ketken ýoğan sügetniň saýysida ýüzüni goýuk sakal baskan bir remçi uzun yektikiniň peşlerini astyga bastyryp ýükünüp olturatdy. Remçiniň közleri ýumulgan bolup, mügdäwatganlygy ýaки hyýal sürüwatganlygy naýynyk edi. Onuň aldydaki bir parça palas üstide rəngdar rəm taşlary çeçilip ýatatdy. "Assalamu alaykum çoň dada" dep salam berdi çöl ýigit. Kel, dedi de beşinim götürüp qarap qoýmady. Maňa tap bir rem selip baksaň. Qaýerliksen? Men Irak çölden keldim. Seniň ismiň nime? Ismim çöl ýigit. Remçi boýy leppede közüni içip çöl ýigitge qarady. Çöl ýigit, çölniň çeki bolmaýdy, dep godaňşydy boýy. Şundaq, men şu çeksiz çöllikde tugulup şu ýerde çoň bolgan. Atan kim? Atamny bilmeýmen. Meni bir otunç boý bekip çoň kıygan. Onuň ýetişçe otunç bowamga men huddy asmandan düşgendek uçurgan ekenmen. Omu meningden "Kiňň balasysan?" dep sorsa, "Qandakdyr iki akamnyň meni kötürüp mangyny, özümniň uhlap galganymny, şunuň okşaş baş aýagy ýok geplerni kılgan ekenmen. Rahmetlik bowamnyň alamdan ötkenige ýyldan aşdy. Mana men eşkimniň ustiga azgana mallarymny atyp çarşamba bazardan päşenbe bazarga, päşenbe bazardan şembe bazarga ötüp bu çöllerni toktamay kezemen. Özümniň nimiş şundaq aýlanyp ýurdygynymny bilmeýmen. Näge berip, näde toktaýdygynymny bilmeýmen." "Wah, hisletlik dünýä" dep etdiremçi boý. Bir zamanlarda muşu çöllerni jahan kezdi süpürge deýdigan bir seýýahnyň şundaq aýlanyp ýürgenligini bilemsen? "Bilemen." "Sen qandaq bilesen?" dep közleri nurlanıp ketdi bu boýnyň. "Aňlagan" dedi çöl ýigit. "Mana şu jahan kezdini o hazır qeridi, şu tapda seniň aldyňda olturypdy desem işenemsen?" "Çaqçaq qilma çoň dada" dedi çöl ýigit. "Qani, remiňni aç, men aldyraýman." "Sen tehi maňa nime togrusy rem açguzdygyňy aýtmadyň?" "Meniň kelgüsüm, taqdirim hakynda." "Bilgüç Huda" dedi remçi boý. "Men pekat kıyasla kıla alaýman. Qani. Bismillahirrahmanirrahim." Remçi palas üstüdeki taşlarni ýygyp qaýta çaşdy. "Ýak" dep beşini laňyşdy remçi çeçilgan taşlarga qarap turup. "Sen çöllerni maksatsizlik kesip ýürmepsen. Sen özüňiň ýitirgen baxtyňy izlep ýürüpsen. Eýtgina, men baxtymny tapa alamdym?" "Tapsan, çoqum tapsan. Qani qollaryňy maňa sungana." Çöl ýigit goluny remçige sundy. "Ya Kudret" dedi remçi boý ýigitniň alkyna qarap. "Seniň alkynyňdaky nime degen ajaýyp sızykçylar bu? Sen adatdaki adam emassan. Sen güçlük ýolbaşçy boluşga laýyk ýigitsen. Huda şu kysmetni saňa ýolukdursa." Tehi remçiniň sözü tügemegen we çöl ýigitmi onuň sözleriniň mänisini häzim kılıp ulgurmagan idi. Düpürlep kelgen iki atlyk ulanyň qeşi toktady-da, atlyklar atdan düşkünç gelip çöl ýigitniň beşiga bir tagany kiýgizdi. Häş beşdigiçe onu matap baglap, at üstüge artışdy we atlaryny okdak çaptyryp ketdi. Çöl ýigit at üstide tipirlaýdy, warqyraýdy. "Meni goýuwet. Nima adamlar sizler? Meni näge gelip barmakçy?" Hiç kim onuň suallaryga jogap galmaýdy. Onuň kulaklaryga at tuýaklaryndan çykkan düpürleşler aňlanatdy. O huddy boşluk tuçkandek gitip baratdy. "Hudadan uçuşny tileginim raz" diýdi çöl ýigit. "Lekin men muşundaq beşimge tagar kiýip ussam bolmaýdy-da, şu uçuş bopdymy? Men etrapymdaky näslerini körüşüm, erkin kanat gaýyp uçuşym kerek idi. Ey qarakçylar, aňlaşypatmysa meni goýuwet." Çöl ýigit közüni içip özüni qelin bir tograqlyk içinde köýdi. Üstüde tograq ýopurmaklary, onuň üstüde köpkük çöl asmany esilip turatdy. Nerede bir käpi bar idi. Onuň közü käpi işkiniň ýany-ýagçyk sanjyp goýulgan paltyga düşdi-de, ornundan çaçyrap turup ketdi. Bu kalty saplyk, bisler ýaltyrap durdygan palta özüniň paltysy idi. Çöl ýigit käpi aldyga berip toktap kaldy. Bu düşünmedi, oňunmady. Käp içide, yumşak kumnyň üstüde, çaşlaryny etrapga ýyýyp, ýylyk jangalda uçuraşgan, ögüzde onunğa tunjy söýgüni hediýe kılgan kız ýatatdy. O ilgirkidekli qıp ýalaňaç idi. Ýigitge külümsirep telmirgini çykarap duratdy. Bu ýerde egiz içip gep kılışnyň özü oýşukçy idi. Olanyň közleri biri-biri bilen sözleşetdi. "Ýaxşymysan ýüreksiz ýigit?" demekçi bolatdy kıznyň közleri.
Mən seni yana tepib aldım. Meni kechir, deydi yigitning ko'zi. Men o chog'larda go'dak ekanman, seni unutolmadim. Cho'l yigit un chiqmay bir besib, ikki besib qizga yaqinlashdi va uning oldiga berib tiz cho'kdi. Ularning ko'z oldidan ko'pkik osmon, sog'uch qumliq, yeshil yaproq, yaxshilik, yomonlik, boylik, gadoylik va qiyshiq kabi hamma nima g'oyib bo'lib, olam o'zining Odam alayhissalom bilan Havo ona uchrashgan chog'dagi eng ibtidoiy ko'rinishiga ko'chdi. Bugungi bobni shunda tugadi, davomini o'qiymiz.